Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Sizlarga navbatdagi bir yaxshi lokatsiyadan 1.58 sotuqli joy ko'rsataman, do'kon ko'rsataman. Ko'rishlarimiz mumkin. Harbiylar shaharchasidagi 3-sonli do'kon. Oldi atrofi juda ham keng, parkovka qilish uchun. Bilasizlar, bu yerda harbiylar shaharchasi bo'lganligi uchun aholi juda ham gavjum. Mana orqa qismida 5-6 etajli zdanyalar turibdi, mana domlar turibdi. Aholi gavjum joy. Fasad 19 ga 9 bemalol birinchi etajini do'kon qilgan holda 2-3-4 larni kasb, hunar yoki biron xil o'quv markazlari qilib bemalol ishlasalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari bu joyni klinikami, учебный sentrmi, detsadmi qilib bemalol ishlasalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz bu tomonni oldini shunday keng qilib, bir kafe qilib, stolovoy qilib, restoran qilib ishlasalaringiz bo'ladi. Bemalol 5-6 etajgacha ruxsat olib ko'tarsalaringiz bo'ladi. Egalarining nomerlarini pastga qoldiraman, telefon qilinglar. Juda ham zo'r joy va asosiysi parkovka, zo'r lokatsiya ham dahshat. Tavsiya qilamiz. Egalarining nomerlarini pastga qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar.